yurttaşlar. Yine biz burada Andijon'da yakın joydamiz. Farg'onadamiz. Mana g'ish chiqaradigan apparatlar bor ekan. Yaxshi. Kime gerek bo'lsa murojaat etaverasizlar. Bunda yashil yuvadigan apparat bor ekan. Hozir iste'dodchilar iste'dodchi buni. Usta. Zo'raga 220 da ishlaydi ekan. Murojaat etsangiz adresini, telefon numerini beraveraman. Realli Xorazmlar, eyvallah. Mana ustaxona. mana ustanogular. Mana ish jarayonlarimiz ketyapti. Bu navbatdagi mehmonlarimiz Xorazm viloyati Xiva tumanidan ekan. Kimga shunday stanoklar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Mana sabzi yuvish mo'yka stanogimiz ham deyarli yaqin holatga keldi, mana bitib qoldi.